Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Bu mavzu nafaqat hozir pensiya olayotgan otaxon, onaxonlarimizga, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan fuqarolarga, pensioner ota-onasiga qarayotgan farzandlarga va umuman har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya masalasida bir kun kechikish ham pul yo'qotishga, imtiyozdan bexabar qolishga yoki hujjat noto'g'ri topshirilgani sababli o'ylab sarson bo'lishga olib kelishi mumkin. Men bugun O'zbekiston prezidenti imzolagan va pensionerlar hayotiga bevosita ta'sir qiladigan 6 muhim qonuniy o'zgarish haqida sodda tilda tushuntirib beraman. Ayniqsa 5 avgustgacha bu ma'lumotlar bilan tanishib chiqish. O'z hujjatlaringizni tekshirish kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idoralarga murojaat qilish juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim bandlarda ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar bor. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, subsidiya, kommunal imtiyozlar, mehnat staji va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval bitta muhim narsani tushunib olaylik. Pensiya deganda ko'pchilik faqat har oy kartaga tushadigan pulni tushunadi. Aslida pensiya tizimi bir nechta katta masaladan iborat. Pensiya tayinlash tartibi ish stajini hisoblash, pensiya miqdorini qayta hisoblash, qo'shimcha ustamalar, nogironlik va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalari, ishlayotgan pensionerlarning huquqlari, shuningdek imtiyozlar va ijtimoiy yordamlar. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Masalan, fuqaro 30 yil ishlagan bo'lsa ham, arxidan ma'lumot topilmasa yoki korxona yopilib ketgan bo'lsa, o'sha yillari stajga kiritilmay qolishi mumkin edi. Ayol kishi bola parvarishi sababli ishda tanaffus qilgan bo'lsa, qaysi davr stajga kiradi, qaysi davr kirmaydi. Ko'pchilik aniq bilmasdi. Yoki pensioner ishlashda davom etsa, pensiyasi kamayadimi, to'liq beriladimi, qayta hisoblanadimi? Bu savollar ham odamlarni qiynab kelgan. Hozir esa davlat pensiya tizimini bosqichma-bosqich elektronlashtiryapti. Inson omilini kamaytirishga harakat qilyapti. Ayrim imtiyozlarni kengaytiryapti va eng muhimi, pensionerlarning huquqlarini aniqroq belgilab beryapti. Lekin bu yerda muhim jihat bor. Qonun yoki o'zgarish chiqdi degani hamma odam avtomatik ravishda pul oladi degani emas. Ba'zi holatlarda ariza berish kerak, ba'zi holatlarda hujjatni yangilash kerak. Ayrim vaziyatlarda esa sizning elektron bazadagi ma'lumotlaringiz noto'g'ri bo'lsa, sizga tegishli pul vaqtida tushmasligi mumkin. Shuning uchun men bugun 6 asosiy yo'nalishni alohida tushuntiraman. Kimga tegishli? Kim xavotir olishi kerak, kimga taalluqli emas? Qaysi hujjatlar kerak va qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish lozim? Eng ko'p beriladigan savol, pensiyam oshadimi? Men bu savolga har doim shunday javob beraman. Pensiya oshishi bir necha sababga bog'liq. Birinchisi, davlat tomonidan umumiy oshirish, ya'ni indeksatsiya. Ikkinchisi, sizning ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz yoki hujjatlaringiz qayta ko'rib chiqilishi. Uchinchisi, sizga qo'shimcha ustama yoki imtiyoz berilishga asos paydo bo'lishi. Yangi tartiblarning muhim tomoni shundaki, pensiya tayinlash va qayta hisoblashda elektron ma'lumotlar ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, fuqaro 1995 yildan 2010 yilgacha bir korxonada ishlagan, keyin korxona tugatilgan. Agar o'sha davr bo'yicha ish haqi va staj ma'lumotlari elektron bazada bo'lmasa, fuqaro arxiv hujjatini olib kelishi kerak bo'lishi mumkin. Agar shu hujjat topilsa va oldin hisobga olinmagan davr tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Misol keltiraman. Abdulla aka 6 yoshda 20 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. Lekin uning 5 yillik ish davri arxidan topilmagani sababli avval pensiya hisobida inobatga olinmagan. Keyin farzandi yordamda arxivga murojaat qildi. Buyruq nusxasi va ish haqi ma'lumotnomasi topildi. Natijada jami staji 33 yilga yetdi. Bunday holatda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu degani har oy 7 ming yoki undan ham ko'proq farq paydo bo'lishi ehtimoli bor. Aniq summa har bir fuqaroning ish haqi, staji va amaldagi hisoblash tartibiga bog'liq. Kim xavotir olishi kerak? Agar siz pensiyaga chiqqaningizda ayrim ish yillaringiz hisobga olinmagan bo'lsa, mehnat daftarchangizda xatolik bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, korxona nomi boshqa yozilgan bo'lsa yoki arxiv ma'lumoti topshirilmagan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha stajingiz elektron bazada to'liq aks etgan bo'lsa. Pensiya tayinlanganda barcha hujjatlar qabul qilingan bo'lsa, hozircha
faqat umumiy oshirishlarni kutasiz. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashga majbur. Chunki dorilar, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat. Nabiralarga yordam, uy xarajatlari bor. Oldin odamlar orasida ishlasang pensiyang kesiladi. Rasmiy ishlasang zarar ko'rasan, pensioner bo'lsang mehnat shartnomasi tuzma degan gaplar ko'p yurardi. Hozirgi tartiblarning asosiy maqsadi shuki, pensioner ishlagan uchun noqonuniy jazolanmasligi kerak. Ishlayotgan pensioner uchun eng muhim masala pensiya to'lanishi. Ish haqi rasmiy bo'lishi va keyinchalik qayta hisoblash imkoniyati. Agar pensioner rasmiy ishlasa, undan tegishli soliqlar va badallar ushlab qo'linadi, ish davri hujjatlarida aks etadi. Ayrim holatlarda bu kelajakda pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni fuqaro tegishli ariza bilan murojaat qilishi talab etiladi. Masalan, Mohira opa 6 yoshda. Pensiyaga chiqqandan keyin maktabda kutubxonachi bo'lib ishlayapti. U norasmiy emas, rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlaydi. Har oy ish haqi oladi va pensiyasi ham kartasiga tushadi. Agar uning ish beruvchisi ma'lumotlarni to'g'ri topshirsa, keyinchalik u o'z pensiyasini qayta hisoblash masalasini ko'tarishi mumkin. Ammo agar u konvertda maosh olsa, hujjatda ishlamagandek ko'rinsa, ertaga hech narsani isbotlay olmaydi. Bu yerda xavfli nuqta bor. Ayrim ish beruvchilar pensionerlarga siz bilan shartnoma tuzmaymiz, shunchaki kelib ishlang deyishi mumkin. Men bunday holatda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Chunki norasmiy ishlashda siz mehnat huquqidan mahrum bo'lasiz. Ish haqi kechiksa talab qilish qiyin. Jarohat olsangiz isbotlash qiyin. Keyingi hisob kitoblarda staj sifatida ko'rsatish qiyin. Hamma pensionerning ahvoli bir xil emas. Kimdir farzandlari bilan yashaydi, kimdir yolg'iz, kimdir qo'shimcha daromadga ega, kimdir faqat pensiyaga qaraydi. Shuning uchun ijtimoiy himoya tizimida ehtiyojmand pensionerlarni qo'llab-quvvatlash alohida ahamiyatga ega. Yangi tartiblarning asosiy yo'nalishi shundan iboratki, yordam haqiqatan ham muhtoj odamga yetib borishi kerak. Bunda mahalla yettiligi, ijtimoiy xodimlar, kambag'allikni qisqartirish va bandlik organlari, pensiya jamg'armasi va boshqa idoralar o'zaro ma'lumot almashadi. Masalan, yolg'iz yashaydigan 72 yoshli pensionerning pensiyasi kam. Uyda nogiron farzandi bor, dori-darmon xarajati yuqori. Bunday fuqaro faqat pensiya bilan cheklanib qolmasdan, ijtimoiy yordam, moddiy yordam, parvarish xizmatlari yoki boshqa imtiyozlar bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Lekin shuni tushuning, qo'shimcha yordamlar hamma pensionerga bir xil berilmaydi. Bu yerda mezonlar bor. Oilaning daromadi, yashash sharoiti, nogironlik holati, yolg'izlik, parvarishga muhtojlik. Tibbiy xarajatlar va boshqa omillar hisobga olinadi. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan yondashuv har doim ham to'g'ri emas. Har bir holat alohida baholanadi. Real misol. Sayyora opa yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 9000 so'm atrofida, kommunal to'lovlari va dori xarajatlari ko'p. U mahallaga murojaat qildi. Ijtimoiy xodim uy sharoitini o'rgandi, tibbiy hujjatlarni ko'rdi. Agar mezonlarga to'g'ri kelsa, unga bir martalik moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy xizmat tavsiya qilinishi mumkin. Boshqa tomondan pensiyasi o'rtacha bo'lsa ham, katta hovlisi, ijara daromadi yoki farzandlardan muntazam yordam oladigan fuqaro ehtiyojmand deb topilmasligi mumkin. Nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun pensiya va nafaqa masalasi juda nozik. Chunki bu yerda nafaqat pul, balki davolanish, reabilitatsiya, parvarish, harakatlanish, dori-darmon, protez ortopediya vositalari kabi masalalar ham bor. Yangi tartiblarda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini aniqroq himoya qilish, ularga xizmatlarni yaqinlashtirish va ortiqcha sarsonlikni kamaytirish asosiy maqsadlardan biri sifatida ko'rilmoqda. Masalan, bir pensioner insultdan keyin harakatlanishi qiyinlashgan. U ilgari o'zi pensiya jamg'armasiga borib arza topshirgan bo'lsa, endi ayrim xizmatlarni masofadan yaqinlari orqali yoki ijtimoiy xodim ko'magida rasmiylashtirish imkoniyatlari kengaymoqda. Albatta, bu hudud va xizmat turiga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalla, tuman, ijtimoiy xizmat markazi yoki pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olish kerak. Bu yerda yana bitta muhim masala bor: nogironlik muddati. Ba'zi fuqarolarda nogironlik ma'lum muddatga belgilanadi. Masalan, 1 yilga yoki 2 yilga. Muddat tugasa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar fuqaro vaqtida qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lovlarda uzilish bo'lishi mumkin. Men juda ko'p uchratgan holat. Odam nogironlik muddati tugaganini bilmaydi.
Keyin pensiya yoki nafaqasi to'xtab qoladi. Keyin hujjat yig'ib yuguradi. Shuning uchun hujjatlaringizdagi sanalarni tekshiring. Kim albatta e'tibor berishi kerak? Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar, parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar, doimiy dori-darmon oladiganlar, harakatlanishi cheklangan fuqarolar va ularning yaqinlari. Kerakli hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, tibbiy xulosa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, pensiya hujjatlari, bank karta ma'lumotlari va yashash joyi bo'yicha ma'lumotlardan iborat bo'ladi. Pensiya tizimida ayollar uchun eng ko'p muammo tug'diradigan mavzu bu staj. Chunki ko'p ayollar farzand tarbiyasi, uy yumushlari, oilaviy sharoit, kasal qarindoshni parvarish qilish sababli rasmiy ish faoliyatida uzilishlarga duch keladi. Keyin pensiyaga chiqish vaqtida staj yetmayapti degan gapni eshitadi. Shuning uchun ayollar, ayniqsa ko'p bolali onalar o'z huquqlarini juda yaxshi bilishi kerak. Bolani parvarish qilish davri, ayrim holatlarda ta'lim davri. Harbiy xizmatchining turmush o'rtog'i sifatida boshqa joyda yashash davri yoki boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar pensiya hisobida muayyan tartibda inobatga olinishi mumkin. Lekin bu yerda hamma davr avtomatik qo'shiladi deb o'ylash xato. Har bir davrini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Misol uchun, Dilbar opa 5 farzandning onasi. U yoshligida 2 yil zavodda ishlagan. Keyin farzandlari tug'ilgach uyda bo'lgan. Keyin yana 8 yil maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Umumiy rasmiy staji 20 yil chiqishi mumkin. Lekin bolalarni parvarish qilish bilan bog'liq ayrim davrlar to'g'ri hujjatlashtirilsa, pensiya hisobida qo'shimcha asos bo'lishi ehtimoli bor. Buning uchun farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, mehnat daftarchasi va boshqa tasdiqlar kerak bo'ladi. Ayollar orasida yana bir keng tarqalgan muammo familiya o'zgarishi. Qiz familiyasi bilan ishlagan, turmushga chiqib boshqa familiyaga o'tgan, keyin pasport yangilangan. Agar mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, diplomda 3-shaklda yozilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Shuning uchun men har bir ayolga maslahat beraman. Nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lgan bo'lsa ajrim hujjati. Familiya o'zgargani haqidagi ma'lumotlarni alohida papkada saqlang. Hozir pensiya va nafaqalar asosan bank kartalariga tushmoqda. Bu qulay, lekin ayrim keksalar uchun qiyinchilik ham tug'diradi. Kimdir bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Kimdir kartasini farzandiga berib qo'yadi. Kimdir pin kodni boshqalarga aytadi. Kimdir firibgarlarga aldanib qoladi. Shuning uchun to'lovlarni olish tartibidagi o'zgarishlar bilan birga moliyaviy xavfsizlik masalasini ham tushunish shart. Eng birinchi qo'yda bank kartangizni, pin kodingizni, SMS kodingizni hech kimga bermang. Hatto kimdir men bankdanman, pensiya jamg'armasidanman, pul tushirish uchun kod ayting desa ham ishonmang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Ikkinchi qo'yda pensiya tushmay qolsa, darhol vahimaga tushmang, lekin kutib ham yuravermang. Avval bank ilovasi yoki bankomat orqali balansni tekshiring. Keyin bankingizga murojaat qiling. Agar bankda muammo bo'lmasa, pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali so'rab yuboring. Ba'zan karta muddati tugagan bo'ladi. Ba'zan bank rekvizitlari o'zgargan bo'ladi. Ba'zan hujjatda ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. 3-qo'yda agar pensioner yotib qolgan bo'lsa yoki o'zi bora olmasa, ishonchnoma masalasini qonuniy rasmiylashtirish kerak. Onamning kartasi menda. Men olib turaman degan holat oilada kelishuv bilan bo'lsa ham kelajakda nizo chiqishi mumkin. Ayniqsa bir nechta farzand bo'lsa, pulni kim oldi, nimaga sarflandi degan savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun parvarish qilayotgan shaxs xarajatlarini yozib borsa, dorixona chexlarini saqlasa, oilaviy tushunmovchilik kamayadi. Endi eng muhim qismga keldik. Qonuniy o'zgarishlar bor, lekin hamma holatda bir xil qo'llanmaydi. Birinchi nozik jihat. Pensiya bo'yicha har qanday og'zaki gapga ishonmang. Mahalladagi tanish, qo'shni hatto ayrim xodim noto'g'ri tushuntirishi mumkin. Siz har doim yozma javob olishga harakat qiling. Agar siz ariza topshirsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamni oling. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma so'rang. Ikkinchi nozik jihat, hujjatdagi bitta harf ham muammo chiqarishi mumkin. Masalan, Karimova o'rniga Karmova yozilgan bo'lsa, yoki tug'ilgan sana bir joyda 1979, boshqa joyda 1930 bo'lsa, arxiv ma'lumotini bog'lash qiyinlashadi. Bunday holatda FHDga yon.
arxiv yoki sud orqali aniqlik kiritish talab etilishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin emas, hozirdanoq hujjatlarni solishtiring. 3-nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanishi har doim ham o'tgan yillarning hammasi uchun pul qaytariladi degani emas. Ba'zi hollarda qayta hisoblash ariza berilgan kundan yoki belgilangan tartibdagi sanadan boshlab qo'llanadi. Shuning uchun kechikish zarar keltirishi mumkin. Agar sizda asos bo'lsa, keyin boraman demang. 4-nozik jihat, xorijda ishlagan davrlar. Ko'plab yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlarning pensiya hisobiga qo'shilishi, xalqaro shartnomalar, to'langan badallar rasmiy ish va hujjatlarga bog'liq. Norasmiy ishlagan davrni isbotlash juda qiyin. Shuning uchun xorijda ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, badal to'langanini tasdiqlovchi hujjatlar, tarjima va legalizatsiya masalalarini oldindan tekshiring. 5-nozik jihat. Meros va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Agar oilada boquvchi vafot etsa, uning qaramog'ida bo'lgan shaxslar muayyan tartibda pensiya yoki nafaqa olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun qarindoshlik, qaramog'ida bo'lganlik, o'qish, voyaga yetmaganlik yoki mehnatga layoqatsizlik holatlari hujjat bilan tasdiqlanadi. Odamlar ko'pincha marhumning hujjatlarini yo'qotib yuboradi. Aslida o'lim guvohnomasi, mehnat hujjatlari, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik hujjatlari juda kerak bo'ladi. Endi sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, uyda pensiya papkasini tayyorlang. Bu papkaga ID karta yoki pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, arxiv ma'lumotlari va oldingi murojaatlarga berilgan javoblarni joylang. Ikkinchi qadam, stajingizni tekshiring. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanangiz qanaqa? Hammasini alohida ro'yxat qiling. Agar biror davr mehnat daftarchasida yo'q bo'lsa, o'sha korxona mavjudmi, tugatilganmi, arxivi qayerga topshirilganini aniqlang. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. 3-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozishingiz mumkin: mening pensiya miqdorini tayinlashda hisobga olingan ish staji va ish haqi davrlari bo'yicha ma'lumot berishingizni, shuningdek hisobga olinmagan davrlar mavjud bo'lsa, ularni qayta ko'rib chiqish tartibini tushuntirishingizni so'rayman. Eng muhimi, murojaatingiz ro'yxatdan o'tsin. 4-qadam, agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchingizdan mehnat shartnomasi, buyruq, ish haqi va soliq to'lovlari to'g'ri yuritilayotganini tekshiring. Rasmiylashtirib qo'yamiz degan og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Hujjat bo'lmasa, ertaga isbot ham bo'lmaydi. 5-qadam. Ijtimoiy yordamga ehtiyojingiz bo'lsa, mahallaga boring. Menga yordam bering deyishning o'zi yetarli emas, holatingizni asoslab bering. Dori xarajatlari bo'lsa, retsept yoki cheklarni olib boring. Yolg'iz yashasangiz, buni ayting. Uy sharoitingiz og'ir bo'lsa, ijtimoiy xodim ko'rish uchun ariza qiling. Agar nogironlik yoki parvarish masalasi bo'lsa, tibbiy hujjatlarni tayyorlang. 6-qadam, bank kartangiz xavfsizligini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz o'zingiz nomingizdami? SMS xabarlar ishlayaptimi? PIN kodni boshqalar bilmaydimi? Shularni ko'ring. Agar kartadan pul yechilib ketgan bo'lsa, darhol banka va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Hurmatli tomoshabinlar, bugun men pensionerlar uchun muhim bo'lgan 6 asosiy yo'nalishni tushuntirdim. Pensiyani qayta hisoblash, ishlayotgan pensionerlarning huquqlari, ehtiyojmand keksalar uchun ijtimoiy yordam, nogironligi bo'lgan pensionerlar masalasi, ayollar va staj bilan bog'liq nozik jihatlar hamda to'lovlarni olish va bank kartalari xavfsizligi. Eng asosiy xulosa shuki, o'z huquqingizni bilsangiz, hujjatingiz tartibli bo'lsa va vaqtida murojaat qilsangiz ko'p muammolarning oldini olasiz. 25 avgustgacha befarq bo'lmang, hujjatlaringizni tekshiring. Savolingiz bo'lsa, mas'ul idoralardan yozma javob oling. Sizning oilangizda pensiya bo'yicha qanday muammo bor? Pensiya kam hisoblanganmi? Staj topilmayaptimi? Karta bilan muammo bo'lyaptimi yoki ijtimoiy yordam olishda qiyinchilik bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing.
kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz va pensioner tanishlaringizga yuboring.